Növbətki minutlarda biz bugünkü yığılışımızga, murasimizga alayda qiymatli vaqtini chiqarib qadam tashlab qilgan shundoq bir suyumlik mehmonimizni hurmat ilikida sahnimizga taklif etmoqchi. U bo'lsimiz yillardan buyon Ipak Yo'li Sadosi programmasida ham ustozlik sharafi bilan chempionlik tojini beshiga kiygan. Ham shundoqla uzun yillardan buyon yiqimliq naqshlari bilan qalbimizga chiroyli naqshlarni chekib kelayotgan suyumlik do'stimiz, xush ovoz kuychimiz, olqishliq san'atkorimiz Tosh Muhammad Botir apandim sahnimizga marhamat. Salom do'stlar, bugungi Tashqin guruhininki alayda katta faoliyatida sizlar bilan ko'rishib, shu katta faoliyatni tabriklash sharafiga erishganimdan intayin xursandman. Barcha mishariki har soha, har kasbdagi uzluksiz o'z kasbi uchun tirishayotgan barcha azizlarimizning ishlariga zo'r yaxshi umidlar bilanman. Bugünkidek katta faoliyatda ben hürmetlaydigan bizim san'atimizga mayak olgan ustoz akalarim o'tirdi, Abdukarim kam, Abdulla kam qatorliq. Men bu barcha azizlarimizga mush qatorda bir naqshi sovg'a etmoqchiman. Guldek chiroyli ichilgan chiroylar uchun gulga qarab nomidagi naqshi bilan xizmatdaman. Marhamat, o'zingizlarda bo'lsin. Rahmat. Güllerin hemmesi rengdar, çıraylı. Renklerin hemmesi gül emes biren. Güllerin hemmesi rengdar, çıraylı. Renglerin hemmesi gül emes biren. Gündüzü kalbimni red kılgan kişi ha belkim yakıdı tülle geçiren. Yakıdı tülle geçiren. Tolunmay şulesi sumuk gölge. Gözümde kimninki eksi var nigar. Könglimnin yükini bana tepişme. Gözümde kimninki eksi var nigar. Könglimnin yükini bana tepişme. Hasille almışım ötüdü ömür.
Bir seni bir ömür söymek asan. Bir seni bir ömür söymek asan. Söymek